O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida formasi yo'q o'quvchilar darsga kiritilmayotgani aytilmoqda. Jurnalistika universiteti tahririyat uchun kadr yetishtirib chiqaradi. Tahririyat kadr ortida, nashr ortida ular. Bizda unaqa sanitar qonun qoidalari yo'q. Agar menga talaba sifatida qarashayotganda, o'zlari darvozani ochib berishgan bo'lishardi 4 tomondan. Talabajon kir, bilim ol deb. Menga talaba sifatida emas, menga qanaqadir bir ijtimoiy obyekt, qanaqadir bir unsur shu qolgan universitetlar, qolgan institutlar bilan solishtirish maqsadida foydalanishyapti. Mana ko'rib qo'yinglar, bizda talaba galstukda yuradi degan bir narsa uchun mendan foydalanish. Men bu agar talaba sifatida qaralganda hozir auditoriyada o'tirgan bo'lardim. Universitet dekanlaridan biri Oysha Zokirova Facebook tarmog'ida bu videoga munosabat bildirib, o'zi o'qiyotgan universitetni mana shunday ommaga olib chiqish, oddiy elementar so'ralgan narsa uchun uni sha'niga dog' tushirish, bu tuzini yeb tuzlig'iga tupurish bilan barobar, deya ta'kidlagan. Holat dushanba kuni yuz bergan. Seshanba kuni esa talaba universitetga galstuk taqib kelgani aks etgan fotosuratlar tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirgan muammo bir talabaning galstuk taqib kelishi bilan bosti bo'lib ketarmikan?